Bugun 2023-yilning 5-oydan keyin 28-kuni Yevropa Sharqiy Turkiston ma'rif jamiyatininki yangidan setib olgan Zays shahridagi Uyg'ur yarmankasining 2-kuni. Men bu Uyg'ur yarmankasiga Uyg'ur tili yozuvchi o'zim saqlab qilayotgan kitoblarni tizdim. Kitoblarni xalqimizga tanishtirish bilan birga o'zini bor kitoblarni setish orqali xalqimizni Uyg'ur kitobini saqlab qo'yishni tavsiya qilyapman. Bu qatim kitob yarmankasida mana alayda bir dana bir lozung layildim. Men Uyg'urcha kitob, Uyg'ur tilini yozma shaklda saqlayotgan g'azina. Xitoy meni jon jahli bilan yo'qotyotdi. Lekin sizchi meni setib olib, o'qib, saqlab, qutqizib qala olamsiz mana. Uyg'urcha nimalar? Anikani boda alayda bolalar buni ekapti. Yana mana bu Uyg'urcha ovozliq elippa. Mana bassaq. Mana o'qib turdi. Yani ishga bassaq mana har xil yozishni o'qib turdi. Ondan keyin mana kaptarlar tushumlar. Qo'l bilan tish mana. Har nimalar bor, mana harflar. Undan boshqa mana keyinda doska bor. Doskaga mana xat yozsaq, mana keyin buni o'chirayotgan bo'ladi mana. Bu mana bolalaringizniki eng yaxshi bir harf o'rganishga Uyg'ur tilini o'rganishga bir yaxshi bir qo'llanma. Mana qalam bilan billa. Ondan boshqa har xil kitoblar. Ondan boshqa mana nima bor? Ochiq asqa. Bizim vatanninki nimalari bor bunda? Ochiq asqalar bor. Xaritsiz vatandan xaritsiz bo'lgan ochiq asqalar. Men bu Yevropa Sharqiy Turkiston ma'rif jamiyati 2014-yil 5-16-kuni tunji qatim burunqi ijoraga yerda har yil yil 2 qatim Uyg'ur yemak-ichmak yarmankasi o'tkazayotgan tatib izchil har qatimliq bu faoliyatda Uyg'ur tili yozuv kitoblarini tanishtirish, taqitish, ularni setish faoliyatlardan aktiv ovoz qilyapman. Kitoblarimizni olayli, saqlab qo'yaylik. Chet ellardagi kitoblar, chet ellardagi Uyg'urlarningki o'zining tarixini, dinini, urf-odat, kultur, siyosiy, iqtisod hammani asos qilib nashr qilgan kitoblar bo'lgan-ekan, bu kitoblarni setib olib, oilani saqlab qo'yaylik. Rusiyalik dangliq bir pedagogning bir gapi bor. Dunyoda kitob ko'ydirishda haqiqatli bir ish va u bo'lsa-mi, kitob o'qimaslik, kitob saqlamaslik deb. O'zimizning ona tili yozgan kitoblar vatanda Xitoy tajovuzchilarining irqiy qirg'inchiligida bütün kitoblarimiz cheklandi, yo'q qilinyapti. Chet elda bo'lsa, biz bu kitoblarimizni qo'g'dab qolaylik. Uyg'ur nashriyatining taraqqiyotga to'p qo'shayishni bir Uyg'urlik burchimiz, Uyg'ur millati oldidagi bir mas'uliyatimiz, majburiyatimiz deb tunaylik. Rahmat.